Ferran Torres Barselonaga juda ham katta gapirib yubordi. Men sizlarga hozir buni batafsil tushuntirib o'taman. Buning uchun mening yangi sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Eski profilim blog bo'ldi. Bu mening yangi sahifam. Sizlarni podpishkangiz hozir men uchun juda ham muhim. Iltimos menga obuna bo'lib, bu videoga like bosib, barcha do'stingizga jo'natib qo'ying. Xullas, Ferran Torres Barselona xodimlariga o'zi bilan muzokara olib borishga chaqirdi. Barselona xodimlari Ferran Torres bilan aloqaga chiqib, yangi shartnoma ustida ishlashni maslahat berdi. Aks holda Ferran Torres Barselonani tark etishi mumkinligi haqida Barselona xodimlariga tahdid qildi. Nima deb o'ylaysizlar, Ferran Torres Barselona uchun qanchalik muhim futbolchi? U hozirgi holatdagi oyligidan va hozirgi o'rnidan juda ham hafsalasi pir bo'lgan. Uning o'rni juda ham muhim o'yinchilar qatoriga bo'lishini va oylik darajasi juda ham yuqori bo'lishini u ta'kidlab o'tdi. Barselona hozirda oylikni oshira olmaydi. 2 oy oldin Ferran Torresga yangi shartnoma taklif qildi, ammo Ferran buni rad etdi. U hozir o'tish kerak bo'lgan jamoa, yagona favorit hisoblanayotgan jamoa PSG bo'lib turibdi. PSJga nima uchun o'tish kerakligini keyingi videoda men sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Siz Ferran Torresni Barselonadagi muhim o'yinchilar qatoridaligini necha baho bilan baholaysiz? Kommentariyada 1 dan 10 gacha baholang.